Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz burun bo'shlig'ini qon bilan ta'minlanishi bo'lib, hozir sizlar bilan buni ko'rib chiqamiz. Keyingi boshlanishini umumiy uyqu arteriyasidan boshlaymiz. Chunki burun bo'shlig'ini asosiy qon bilan ta'minlovchilar bular umumiy uyqu arteriyasining shoxlari bo'lgan ichki hamda tashqi uyqu arteriyalardan oladi. Demak, ko'rishlaringiz mumkin, bizda bu yerda aorta ravog'i. Aorta ravog'idan umumiy uyqu arteriyasi chiqadi va u ikkiga bo'linadi. Tashqi uyqu arteriyasi hamda ichki uyqu arteriyasiga. Ularni bizlar qisqartirilgan holatda umumiy uyqu arteriyasi qilamiz. Bu asosiy magistral hamda uning ikki shoxi ichki uyqu arteriyasi hamda tashqi uyqu arteriyasi. Bizlar birinchi tashqi uyqu arteriyasidan boshlaymiz, chunki asosiy qon tomirlarining barchasi tashqi uyqu arteriyasidan keladi. Tashqi uyqu arteriyasi bizga bo'yin ichidan kelib, gaymer bo'shlig'imizni orqa devoriga keladi va bu yerda asosiy shoxlardan bo'lgan arteriya maxillarisni beradi. Arteriya maxillarisni hozir sizlar bilan asosiy qismini ko'rib chiqamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, tashqi uyqu arteriyasi. Tashqi uyqu arteriyasining davomi bu yuzaki temporal, ya'ni yuzaki chakka arteriyasi hisoblanadi va u tashqi uyqu arteriyasining eng oxirgi tarmog'i hisoblanadi. Mana shu yerda hozir yana chizamiz, gaymeroviy bo'shliq, ya'ni yuqori jag' bo'shlig'i bor. Bu holat sagital holat hisoblanadi. Hozirgi holatimiz bu sagital holatdagi sathida ko'ramiz. Demak, ko'rib turganlaringizdek bu tashqi uyqu arteriyasi, tashqi uyqu arteriyasining eng oxirgi tarmog'i bu yuzaki chakka arteriya hisoblanadi. Undan oldin esa tashqi uyqu arteriyasi eng asosiy qon tomirlariga boy bo'lgan arteriya bu arteriya maxillaris, ya'ni yuqori jag' arteriyasini beradi. Yuqori jag' arteriyasi, arteriya maxillaris o'z navbatida 3 ga bo'linadi. Bu haqida keyingi darslarimizga aytib o'tamiz. Hozir asosiysi bizga arteriya sfenopalatina, ya'ni qanot tanglay arteriyasi hisoblanadi. Bu arteriya maxillarisining 3-chi qismining eng oxirgi shoxlaridan biri hisoblanadi. Bu holat, ya'ni bizda mana bu tomonda yuqori jag' bo'shlig'ining orqa devori turibdi. Hozir keyingi rasmda buni yana yaqinroq namoyon qilamiz. Yana bir marta takrorlaymiz. Tashqi uyqu arteriyasi gaymer bo'shlig'ining orqa qismiga kelib, arteriya maxillarisini beradi. Bu yerda arteriya maxillarisning birinchi qismi, ikkinchi qismi hamda mana bu уже 3-chi qismi hisoblanadi. Ya'ni mana bu qanot tanglay chuqurchasi deymiz. Bu gaymer bo'shlig'ining orqa devorida joylashgan. Ya'ni qanot tanglay chuqurchasi. Qanot tanglay chuqurchasi qisqartirilgan holatda yozamiz. Bu inglizchasiga foramen sfenopalatina. Ya'ni ponasimon suyak hamda tanglay suyaklarining orasida paydo bo'lgan. Shu orqali bu burun bo'shlig'iga ichiga kiradi. Arteriya maxillarisining tarmog'i bo'lgan arteriya sfenopalatina va bu quyidagi shoxlarni beradi. Demak, bu yergacha arteriya maxillarisining 3-shoxi edi. Bu kirgandan keyingina faqat sfenopalatin arteriyaga nomi o'zgaradi. Qanot tanglay chuqurchasini yanada yaxshiroq ko'ringan joyi bizda yaxshiroq ko'ringan joyi mana shu yer hisoblanadi. Hozir pauza nakunayam mayli. Qanot tanglay chuqurchasini yaxshiroq ko'ringan joyi bu burun shilliq qavatini olib tashlanganda, ya'ni bu qayerda joylashgan? O'rta burun chig'anog'ining orqa qismi hamda yuqori burun chig'anog'ining pastki qismida joylashgan. Bu demak gaymer pazuxaning orqa qismi hisoblanadi. Bizda mana bu yerda yuqori jag' bo'shlig'i desak, orqa qismi. Orqa qismdan chiqib, keyingi shoxlarni beradi. Xo'p, demak bizda endi oldingi tomondan kesimni ko'rsak agar, bizda sfenopalatin foramen, ya'ni qanot tanglay chuqurchasi shu yerda joylashgan edi va shu yerda shu nomli arteriya chiqadi. SPA, ya'ni sfenopalatin arteriya, qanot tanglay arteriyasi shu teshikdan chiqib, xonani ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda bizda xona, bu yerda
asos bo'shlig'ining tabiiy teshigi turibdi. Asos bo'shlig'ining tabiiy teshigi. Demak, bizda bu yaqin ekan. Qanot tanglay arteriyasi orqa septal arteriya, zadniy septalniy arteriya berib, shu bilan septumga, ya'ni burun to'sig'iga o'tib ketadi. Bu xonaga ham yaqin, asos bo'shlig'ining teshigi, tabiiy teshigiga ham yaqin hisoblanadi. Xo'p, demak, birinchi boyagi rasmni ko'ramiz. Xo'p, endi sizlar bilan hozir burun bo'shlig'ini tashqi uyqu arteriyasidan qaysi tarmoqlarni oladi, shularni ko'rib chiqamiz. Yana bir marta takrorlaymiz. Bu bizda arteriya maxillaris, ya'ni yuqori jag' arteriyasi. Arteriya maxillarisning tarmog'i bo'lgan qanot tanglay arteriyasi, ya'ni arteriya sphenopalatini qilamiz. Arteriya sphenopalatini, qanot tanglay arteriyasi. Uning asosiy tarmoqlari yuqori hamda pastki lateral burun arteriyalar. Bular yuqorigi hamda pastki lateral burun arteriyalari. Yuqorigi lateral burun arteriyasi. Bu ikkovi eng asosiy qon tomirlaridan biri hisoblanadi va burunni asosiy qismini qon bilan ta'minlaydi. Demak, bular ikkita. Bundan tashqari burun bo'shlig'ini qon bilan ta'minlovchi. Bizda birinchi shoxi, ya'ni tashqi uyqu arteriyasining birinchi shoxlaridan biri bo'lgan yuz arteriyasi. Yuz arteriyasini shunday qilib qo'ydik. Endi sizlarga tushunarliroq qilish uchun, chunki bu tashqaridan keladi. Bu yuz arteriyasi, demak, yuz arteriyasi qilamiz. Ko'rinyaptimi kameraga shu joyi? Yuz arteriyasi. Yuz arteriyasining asosiy tarmoqlari, ya'ni yuqori labga keladi. Yuqori lab arteriyasi, yuqori lab beradi. Hamda yuqori labning asosiy tarmog'i o'zi bitta. Bu burunning ichiga, ya'ni columella chastga. Burunning oldingi qismini bilamiz, columella qism deyiladi va shu yerga qon tomir beradi. Shu uchun qismga moslashtirib arteriya columellaris beradi. Arteriya columellaris. Demak, tashqi uyqu arteriya, yuz arteriyasi bu arteriya maxillarisning tarmog'i emas, u birdan tashqi uyqu arteriyasidan chiqadi. Tashqi uyqu arteriyasi yuz arteriyasi yuqori lab arteriyasiga shox beradi hamda yuqori lab arteriyasi arteriya columellarisni beradi. Yana bitta shoximiz qolib ketdi. Bizda arteriya maxillarisning tarmog'i bo'lgan pastga tushuvchi tanglay arteriyasi, ya'ni bu arteriya maxillaris edi. Bu ham bizda yuqori jag'ning orqasidan, endi tushunarliroq bo'lish uchun yana shunaqa qilib qo'yganmiz. Mana shu narsa bizga pastga tushuvchi tanglay arteriyasi. Arteriya descending palatina. Shu uchun pastga tushuvchi tanglay arteriyasi qilib qo'yaylik. PTA, pastga tushuvchi tanglay arteriyasi. Yoki inglizchasiga descending palatine artery qilamiz. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, pastga tushuvchi arteriya nimaga pastga tushuvchi? Chunki bu pastga ikkita tarmoqlari beradi. Pastki tarmoqlarning asosiy tarmog'i bu birinchisi katta tanglay arteriyasi, kichik tanglay arteriyasi. Kichik tanglay arteriyasidan bu biz bilamiz anginaga, adenoidlarga qonlar beriladi. Kichik tanglay arteriyasi yoki inglizchasiga lesser palatine artery deymiz. Lesser palatine artery. Bu burun bo'shlig'iga taalluqli emas. Bizda eng kattasi esa katta tanglay arteriyasi. Katta tanglay arteriyasi. Bu endi greater palatine arteriya deyiladi. Xo'p.
Bu bizga asosiy arteriyalardan biri. Demak, biz bilamiz, yuqori jag' suyagida insizial kanal bor, ya'ni kesuvchi kanal. Shu kesuvchi kanal orqali u ichkariga kiradi-yu, bizda pastki lateral burun arteriyasi bilan birga shu yerda anastomoz hosil qiladi. Hozir bizlar tashqi uyqu arteriyasining barcha tarmoqlarini ko'rib chiqdik. Endi ichki uyqu arteriyasiga o'tamiz. Birinchi navbatda ichki uyqu arteriyasining anatomiyasini ko'rish kerak. Ya'ni bizda umumiy uyqu arteriyasidan ichki uyqu arteriyasi. Boya ko'rganimizdek bu tashqi uyqu arteriyasi, bu ichki uyqu arteriyasi. Ichki uyqu arteriyasi o'z navbatda ba'zi bir klassifikatsiyalar bo'yicha 6 qismi, ba'zilari bo'yicha 7 qismi. Lekin ichki uyqu arteriyasining eng oxirgi tarmog'idan chiqadigan arteriya oftalmikamiz bor. Demak, mana bu yerda ko'rayotganlaringiz arteriya oftalmika. Mana shu narsa. Arteriya oftalmika optik kanaldan kirib, demak, keyingi shoxlarni beradi. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Ichki uyqu arteriyasidan arteriya oftalmika kirdi va u bizga, ya'ni burun qismiga asosiy o'zini aytib o'tishimiz kerak. Oftalmik arteriyani 8 ta tarmog'i bor. Shulardan ikkitasi, eng asosiysi, burun bo'shlig'ini qon bilan ta'minlaydi. Demak, ko'rib turganlaringizdek, arteriya oftalmika ikkita asosiy tarmog'i arteriya etmoidalis posterior, ya'ni orqa g'alvirsimon arteriya hamda oldingi g'alvirsimon arteriyalarni burun bo'shlig'iga bular beradi. Mana ko'rib turganingizdek, oldingi hamda orqa g'alvirsimon arteriyalar. Hozir buni endi burun bo'shlig'ini ichiga kirgan holatda ko'ramiz. Xo'p. Demak, buni hozir o'chirib tashlaymiz. Bu hammasi tashqi uyqu arteriyasidan keladigan tarmoqlar edi. Demak, endi bu yerga sal qo'pol qilib chizsak agar, bu bizda ichki uyqu arteriyasi hamda uning tarmog'i arteriya oftalmika. Ya'ni ko'z arteriyasi. Arteriya oftalmikadan bizga ikkita asosiy shoxlar beradi. Bular bizda bu yerda yozamiz. Arteriya etmoidalis posterior yoki orqa g'alvirsimon arteriya hamda bu qon tomiri bilan ta'minlanishi shunaqa bo'ladi. Oldingi g'alvirsimon arteriya juda ko'proq burunning ko'proq qismini qon bilan ta'minlaydi. Bunisi esa arteriya etmoidalis anterior yoki o'zbekchasiga oldingi g'alvirsimon arteriya. Bular shunday qon bilan ta'minlaydi. Yana bitta shoxi bor, bu arteriya etmoidalis anterior, ya'ni oldingi g'alvirsimon arteriyaning eng oxirgi tashqi tomiri hisoblanadi, tashqi shoxi hisoblanadi. U mana shu yerda burunni tashqisiga chiqib, tashqi burunni qon bilan ta'minlaydi. Bu juda ingichka qon tomiri hisoblanadi. Bu esa arteriya etmoidalis anterior, ya'ni oldingi g'alvirsimon arteriyaning tashqi shoxi, external branch deymiz. External branch degani tashqi shox. Tashqariga bergan shoxi hisoblanadi. Biz hozir sizlar bilan endi ichki uyqu arteriyasidan keladigan, ya'ni arteriya oftalmikaning shoxi bo'lgan arteriya etmoidalis anterior hamda arteriya etmoidalis posterior, ya'ni oldingi g'alvirsimon hamda orqa g'alvirsimon arteriyalarni ko'rib chiqdik. Endigi navbat burun to'sig'ini qon bilan ta'minlanishini ko'ramiz. Birinchi burun to'sig'ini qon bilan ta'minlanishidan oldin boyagi rasmga yana qaytamiz. Bizda qanot tanglay arteriyasi edi, ya'ni bu qanot tanglay chuqurchasidan, teshigidan chiqadi-yu, bizda xonaning yuqori qismidan, asos bo'shlig'ining tabiiy teshigining pastki qismidan
orqa septal arteriyani beradi hamda burun to'sig'iga o'tib ketadi. Bu hozirda tashqi uyqu arteriyasining qon bilan tashqi uyqu arteriyasining burun bo'shlig'ini qon bilan ta'minlanishi edi. Va bizda tepada ko'rib turganlaringizdek, orqa g'alvirsimon arteriya ham xuddi shunga o'xshab o'tadi, faqat u asos bo'shlig'i tabiiy teshigining yuqori qismidan o'tadi. Xuddi shunaqa bo'lib, shu bilan burun to'sig'iga o'tib ketadi. Bu bizda orqa g'alvirsimon arteriya edi. Orqa g'alvirsimon arteriyaning shoxi shu bilan burun to'sig'iga o'tib ketadi. Xo'p, bizda birinchi xuddi boyagidek bizda lateral devor qanaqa qon bilan ta'minlangan bo'lsa, medial devor ham xuddi shunaqa qon bilan ta'minlangan. Birinchi tashqi uyqu arteriyasidan bu yerda keladi arteriya maxillaris, ya'ni yuqori jag' arteriyasi. Yuqori jag' arteriyasi qanot tanglay arteriyasi orqali burun to'sig'iga qon tomirini o'tkazadi va bu yerda u уже shox hisoblanadi. Demak, bizga xuddi boyagidek yuqori hamda pastki endi boyagilar lateral edi. Lateral burun bo'shlig'ini qon bilan ta'minlashda bu endi medial bo'ladi. Demak, bular ham faqat endi lateral emas, medial bo'ladi. Yuqorigi medial burun arteriyasi hamda bu pastki medial burun arteriyasi. Buning ikkovi ham bu yerdan qaysi arteriya edi? Qanot tanglay arteriyasi. Ya'ni arteriya sfenopalatining shoxi hisoblanadi. Bular deyarli hammasi ana shu oldinga kelib, burun to'sig'ining oldingi qismiga kelib, bir-biri bilan anastomoz hosil qiladi. Ya'ni aytamiz, qanaqa arteriyalar. Boyagi rasmdek qaytamiz. Arteriya maxillaris esingizda bo'lsa, pastga tushuvchi tanglay arteriyasini berdi. Pastga tushuvchi tanglay arteriyasi 2 ga bo'lindi. Pastga tushuvchi tanglay arteriyasi 2 ga bo'lindi. Katta tanglay arteriyasi hamda kichik tanglay arteriyasi. Kichik tanglay arteriyasi hamda bu yerda katta tanglay arteriyasi. Katta tanglay arteriyasi qattiq tanglay orqali kesuvchi kanal orqali kiradi-yu, bizda pastki medial burun arteriyasi bilan anastomoz hosil qiladi. Va bizda operatsiyalarda burun to'sig'ini aynan to'g'rilash operatsiyasida eng ko'p qonaydigan zonalardan biri hisoblanadi. Bu katta tanglay arteriyasi edi. Demak, bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Tashqi uyqu arteriyasidan alohida yuz arteriyasi chiqadi. Yuz arteriyasi boya aytganimizdek, bir-biriga munosib holatda yuqori lab arteriyasini beradi. Yuqori lab arteriyasi esa burunning oldingi qismiga, ya'ni columella qismiga arteriya columellarisini beradi. Xo'p, demak, biz yana tashqi uyqu arteriyasining qon bilan ta'minlanishini ko'rib chiqdik. Birdan shunaqa holatda ichki uyqu arteriyasini ham ko'rib o'tamiz. Yonidan chizsam, bu endi bizda ichki uyqu arteriyasi bo'lsin. Ichki uyqu arteriyasining eng oxirgi shoxlaridan biri bo'lgan bu yerda arteriya oftalmika, ya'ni ko'z arteriyasi. Arteriya oftalmika. Ko'z arteriyasining shoxi bizda ikkita edi. Yana boyagi rasmga o'tamiz. Birinchisi orqa g'alvirsimon arteriya, ikkinchisi oldingi g'alvirsimon arteriya. Bular ham xuddi shunaqa qon tomirlarini beradi. Buni orqa g'alvirsimon arteriya qilsak yoki posterior etmoidal arteriya qilamiz. Bunisi esa oldingi
anterior etmedal arteriya qilamiz. Orqadagisi oldingacha kelmaydi, faqat burunni orqa qismini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Oldingi etmedal arteriya boya aytganimizdek ko'proq qismni qon bilan ta'minlaydi hamda yana oldinga kelib, bular hammasi bir-biri bilan anastomoz hosil qiladi. Ya'ni nechta qon tomirlari. Bularning birinchisi qanot tanglay arteriyasining tarmog'i bo'lgan yuqori hamda pastki medial burun arteriyasi. Descending, ya'ni pastga tushuvchi arteriyaning tarmog'i bo'lgan katta tanglay arteriyasining tarmog'i, yuz arteriyasining tarmog'i arteriya columnaris hamda arteriya oftalmikaning tarmog'i bo'lgan arteriya etmedalis anterior, ya'ni oldingi g'alvirsimon arteriyalar. Bular 5 talari bir bo'lib, o'rtada Kisselbach tugunini hosil qilishadi. Kisselbach zonasini. Kisselbach zona. Bu zona endi ko'pchilik biladi, bu juda yuzaki zona bo'lganligi uchun hamda juda qon tomiriga boy bo'lganligi uchun tez-tez qonash xususiyatiga ega bo'ladi. Xo'p, umumiy olganda bizlar hozir sizlar bilan burun bo'shlig'ining lateral hamda medial qismini qon bilan ta'minlanishini ko'rib chiqdik. Qiziqarli savollaringiz bo'lsa yoki izohlaringiz bo'lsa, pastda kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin.